Ozodbek Nazarbekovning 17 yoshli qiziga uylangan Yorqinxo'ja Umarov 10 yoshidanoq ishlagan, balandlikdan qo'rqadigan, o'zidan 14 yosh kichik qizga uylangani haqida so'zlab berdi. Hamkasblariga qaraganda qisqa fursatda mashhurlikka erishgan va bir nechta hit qo'shiqlarining egasiga aylangan xonanda Yorqinxo'ja Umarov shu yil avgust oyida 34 yoshni qarshiladi. Xonandaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayot va ijod yo'li haqida ham yoritamiz. Onasining armonini ro'yobga chiqarishga ahd qilgan Yorqinxo'ja Umarov, yosh xonanda Yorqinxo'ja Umarovning onasi Zohida Umarova ham bir paytlar san'atkor bo'lgan. Yosh xonanda Yorqinxo'ja Umarovaning onasi Zohida Umarova ham bir paytlar san'atkor bo'lgan, ammo turmush o'rtog'ining vafoti sabab san'atdan ketishga qaror qilgan. O'g'li Yorqinxo'ja Umarov esa onasining armonlarini ro'yobga chiqarishga ahd qilgan. 1998-yilning 8-sentyabrdan keyin qattiq shamol bo'ldi. Men oshxonada dadamiz yaxshi ko'radigan baqlajonli ikra tayyorlayotgandim. Birdan ko'tarilgan kuchli shamol hamma yerni alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Qaynonamga qarab, yaxshi odam o'ldi shekilli dedim. Qaynonam gapimga hayron bo'ldi. Sentyabrda bunday shamol bo'lmasdi-da dedim. Yorqinxo'ja 5 yoshda edi, bog'chaga ketgandi. Oradan ko'p vaqt o'tmay dadamiz avtohalokatga uchrab vafot etgani haqida xabar keldi. Bir zumda uyimizga tumonat odam to'plandi. Farzandlarim u paytda ancha yosh edi. Ular otasining vafot etganini bilgani ham yo'q. Men esa ko'p o'tmay yolg'iz ayolga anchalar qiyin bo'lganini angladim. Turmush o'rtog'im vafot etgan kundan mening baxtsizlik davrim boshlandi. Eng alam qiladigani, yolg'iz ayolga boshqacha munosabatda bo'lishadi. Hatto qarindosh urug'larning ham munosabati o'zgardi. Hatto erlarni qizg'anadiganlar ham bo'ldi. Bu san'atkorda deb yov qarash qilganlarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Farzandlarimni birovdan kam qilmaslik uchun hayotda ikki rolni o'ynadim. Ya'ni ular uchun ham ona, ham ota bo'ldim, deydi Zohida Umarova. Tanaffus paytida yo'qolib qolardim. Yorqinxo'ja Umarovga otasining yo'qligi har qadamda sezilardi. Boisi kichik oila ko'plab moddiy qiyinchiliklarga uchrar. Onasi san'atdan ketgandan so'ng oilaning tirikchilik manbasi ham uzilgandi. Onamdan biron marta pul so'ragan bola emasdim. Bersa olardim, bermasa pulim yo'qligini aytmasdim. Tanaffus payti yaqinlashishi bilan yo'qolib qolishga harakat qilardim, chunki sinfdoshlarim oshxonaga borib nimanidir xarid qilishardi. Hatto ularga ham pulim yo'qligini bildirishni istamasdim. Juda ko'p moliyaviy qiyinchilikka uchraganmiz. Shu bois 4-sinfimdan boshlab ishlashga qaror qilganman. O'sha paytlarda simyog'och va ko'p qavatli uy eshiklariga e'lonlar yopishtirilardi. Men esa shunday ishga joylashib pul ishlaganman. Piyoda yuraverib oyoqlarim og'rib ketardi, deydi xonanda. Ichki ishlar xodimi bo'lishni istamadim. Zohida Umarova san'atkor bo'lsa-da, o'g'lining ham shu kasb egallashini istamaydi. U Yorqinxo'ja otasi kabi ichki ishlar xodimi bo'lishini orzu qilardi. Onam ichki ishlar xodimi bo'lishim uchun rosa harakat qilgan. Avvaliga onamning qarori to'g'ridir deb bilganman, ammo baribir ichki xohishimga qarshi chiqolmaganman, deydi xonanda Yorqinxo'ja Umarov. Rus va ingliz tilini bilaman. Xonanda xorij tillaridagi qo'shiqlarni ham ijro etadi. U xorij tillarini biladimi? Bolaligimda o'zbek maktabida o'qiganman, ammo rus millatiga mansub do'stlarim ko'p bo'lgan. Keyin institutning rus guruhida o'qidim. Bolalikdan esa ingliz tilini o'rganishga harakat qilganman. Hozirgi kunda rus va ingliz tillarida erkin muloqot qila olaman, deydi xonanda Yorqinxo'ja Umarov. Zikavrabda ishtirok etishni istamagandim. Zikavrab loyihasi g'olibi bo'lgan Yorqinxo'ja Umarov aslida ishtirok etishni istamagani haqida so'zlab berdi. Sulola jamoasini tashkil etilgandan keyin xorijda, xususan Xitoyda o'tkaziladigan festivallar haqida ma'lumot to'plashni boshlaganman. Xorij festivallarida tajriba orttirib qaytamiz deb niyat qilgandim, ammo jamoamiz a'zosi Nodir aka Zikavrab loyihasi haqida eshitib, unda qatnashishni taklif qilgan. Nima keragi bor, ketaylik deganman. Xullas u bir amallab ko'ndirgan va ilk ko'rsatuvdan keyin qiziqishim kuchayib ketgan. Keyin faqat g'olib bo'lish fikri bilan yashaganman, deydi xonanda Yorqinxo'ja Umarov. Madaniyat vaziriga kuyov bo'lgan Yorqinxo'ja 2023-yilning 19-sentyabr kuni 31 yoshda Yorqinxo'ja Umarov O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning 3-qizi 17 yoshli Zinnuraga uylandi. Yorqinxo'ja kelinnikiga yo'l olishdan avval onasi Zohida Umarovaga maxsus taklifnoma hamda tilla zanjir sovg'a qildi. 2 yoshning Visol oqshomi poytaxtdagi restoranlardan birida bo'lib o'tdi. Tantanaga Dilnoza Kubayeva, Rixsitilla Abdullayev, Zara Shirinova, Jamshid Umurzoqov va Davron Kabulovlar boshlovchilik qildi. Yorqinxo'janing onasi Zohida Umarova kelgan barcha mehmonlarga minnatdorlik bildirib, shou biznes vakillariga o'g'lini yolg'izlatib qo'ymagani uchun alohida tashakkurini izhor etdi. Yorqinxo'janing o'zi O'zbekiston xalq artisti Olamjon Yoqubov bilan duet ham kuyladi. Men Yorqinxo'ja bilan Zinnuradan alohida yashayman.
Kelinimning onasi Nazokatxon har kuni qo'ng'iroq qilib, Zohida opa, oldilarida bo'ling deydi. Ular bir-biriga juda yaxshi o'rganyapti. Ertaga farzandli bo'lsa, yoshlarning orasi ozgina qochadi. Farzandli bo'lguncha bir-biriga to'ysin deyman. Zinnura 17 yoshda turmushga chiqdi. O'g'lim bilan oralari 14 yosh. Ozodbekka rahmat. Yoshgina Yorqin xo'jaga ishondi. Yorqin xo'ja kelinimni to'ygacha ko'rmaganman, shunday deb qoldi. Ayajon, ko'rish shart emas ekan, aqli, farosati bo'lsa bo'ldi ekan. Bu mening komplekt muhabbatim deydi. Kelinim ham islom dinini sof qabul qilib, o'g'limga nikohgacha o'zini ko'rsatmaganiga rahmat, degan edi Zohida Umarova to'ydan keyin bergan intervyusida. Juftlik 2024-yilning 15-iyun kuni o'g'il farzandli bo'ldi. Yorqin xo'ja nimadan qo'rqadi? Xonandaning fobiyasi bormi? U nimadan ko'proq qo'rqishi haqida ham aytib o'tgan. Yoshligimda tomga chiqqanimda baland panjarali joy turgan ekan. Balandlikdan yaxshigina qo'rqqanman. Nima sababdan bundan qo'rqishimni bilmayman. Balandlikdan pastga qaragan paytim yuragim orqaga tortib ketadi, deydi xonanda intervyuning oxirida. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.